O'rmon jim edi, lekin tinchlik sukunati emas, balki sizning nafasingizni bogib qolgan sukunat, ko'kragingizga bosilgan sukunat daraxtlarning o'zi nafasini ushlab kutayotganmi, tinglayaptimi, ovqatlanyaptimi va o'sha la'nati o'rmonning yuragida hech qanday qush qo'shiq aytishga jur'at eta olmagan va hech qanday hasharot guvillashga jur'at eta olmagan bo'lsa ham, u erda suvning yorug'ligi aks etmasa ham. Go'yo yerga kesilgan, hech qachon bitmaydigan yaradek, qishloq aholisi vaqt olib, soyalar yashaydigan Shapit Talob haqida pichirlashdi va yosh bola bezovta va qiziquvchan, bir kechada o'rmonga juda chuqur kirib ketgan edi. Kulgisi bo'lmagan narsaning ovozini quvib, uni deyarli bilmas edi. Asrlar davomida yana oziqlanishini kutgan og'ziga kirib, oyoqlari ostidagi yer yumshoqroq, botqoqlangan, nam bo'lib qolganini his qildi va hid unga chuchuk suv yoki hatto loy hidi emas, balki chirigan, uzoq vaqt chokib ketgan va hech qachon ozod bo'lmagan go'sht hidini urdi va suv bo'yiga yetganda, u jimjitlikni, uning terisida qorong'ilik, qoramtirlik, kozgu yo'qligini his qildi. Sinishini kutdi, keyin u buni ko'rdi. Suv ostidagi kozlar ochilgandek, unga qaragan. Koz yummas, qadimiy, sabr-toqatli va u qotib qoldi. Nafasi tiqilib qoldi. Yugurish uchun instinkti qichqirdi. Lekin oyoqlari nam tuproqqa mixlangan edi va o'sha muzlagan yurak urishida u qasam ichdi, lekin ichkaridan shivirlagan ovozni eshitmadi. Suyagi, yaqinroq kel, va u buni anglamasdan gavdasi oldinga egilib, tizzalari bukilib, qo'l cho'zilib, go'yo oz muskullarga buyruq bermay qo'ydi. Barmoqlari suvga tegsa, yuzi to'lqinlanmay shishadek yorilib, qora qol otilib chiqib ketib, qiyshiq chiziqlarga bo'linib ketdi. Lekin biz temirni qattiq qisib oldik. U shunday kuch bilan qichqirolmasdi, faqat og'zi burnini to'ldirgan, olimdek sovuq bo'lsa-da, olovdek yonayotgan to'satdan oqayotgan qora suvdan bo'gilib qoldi va chuqurroq tushdi, go'yo hovuz tubsiz. Chuqurroq botgan sari shivir-shivirlar balandlashdi. O'nlab odamlar, yuzlablar, ayollar, hamma erkaklarning ovozi kulishdi. Hamma bolalar, ba'zilari kulishar, hamma bolalar, hamma ovozlar kulishar. Jinnilik yuzlari suvda uning atrofida aylanib yurgan, rangpar va singan, og'izlari ochiq, lekin ko'zlari bo'sh va o'sha garq qalblar girdobining markazida bepoyon va shaklsiz, shakli tutun va go'sht o'rtasida almashinadigan jin turardi. Yuzi ba'zan odam, ba'zan hayvon, ba'zida hech narsadan boshqa hech narsa yo'q. Bolaning obkasi chinqirib yubordi, ko'kragi yonib ketdi, lekin u hali ham tirikligini dahshat bilan angladi, lekin chokib ketayotganini, olmaganini. Jinlar hukmronlik qilgan joyda hayot va olim o'rtasida qolib ketganini angladi va bu narsa unga vahiy ko'rsata boshladi. O'rmon asrlar oldin odamlar bu hovuz yaqinida qurmoqchi bo'lganlarida ularning tanalari shishib ketgan. Ruhoniylar suv ostida ezilgan va duo qilganlar. Faqat uning qo'li yer yuzasiga suzib ketgunicha, o'yinchoqlarni chetga yaqinroq quvib g'oyib bo'lgan bolalar, hamma ruhlar yeb, zulmatda zanjirband bo'lib, ularning mohiyati jinning kuchini oziqlantirar va bola kurashayotgandi. Cho'kib ketgan o'liklarning qo'llari unga yetib borar, oyoqlarini, qo'llarini, yuzini, uni chuqurroq ushlab, chuqurroq tortmasdi. Hech qachon tegmagan va u qichqirgan, lekin ovoz pufakchalarga aylanib, uzoq yuqoridagi sirtga jimgina yorilib, u hech qachon erisha olmaydigan sirtga aylangan va keyin